Assalomu alaykum Avtomaster obunachilari. Bugun sizlarga do'konimizga kelgan yangi tovarlar bilan birma-bir ko'rsatib tanishtirib chiqamiz. Birinchi tovarimiz Leo balansirovkasi. Hamyonbop narxda so'ragan edilaringiz. Hamyonbop narxda 9.850.000 so'mga keldi. Mana lazerli uruvinlari ham bor. Saka diskiga qo'yilganda yonadi. Prostoy diskada ishlamaydi bu. Faqat saka diskada ishlaydi. Hamyonbop narxda. Bundan sal kuchaytirilgan varianti 12.878.000 so'm. Tepa pas ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Tepa pas lazeri bor. Mana ikkinchisi. Tepa pas lazeri. Bu ham Leo balansirovkasi. Bundan keyin mana ikkalasini o'rtasidagi balansirovka 10.369.000 so'm. Leo balansirovka. Eng hamyonbop sotilib turgan varianti hozircha shu. Lazerli uruvining yo'q bunda. Bez lazer ish beradigani shu. Keyin mana shina montajimiz ha. o'n diskadan 20 diskagacha bemalol razmer oladi. Silindrlari ham anchagina katta. Воздушный qisish orqali ishlaydi mana. Ruchnoy harakatlantirmaydi, воздушный qisiladi apparat. Endi hamma so'ragan boshing pechkamiz do'konimizga yetib keldi mana. Bemalol lehtga ham, gruzovoyda kichkina ballonlarni ham yamasangiz bo'ladi. Endi bu ustasiga bog'liq. Ustasiga bog'liq endi bu bo'yicha. Tepa pas datchiklari. Bu pastki, bu tepaniki. Xolasangiz past yoqib qo'yasiz, xolasangiz tepa yoqib qo'yasiz. Xolasangiz ikkalasini yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Uruvining ikkalasiga ham bitta. Timer vaqti. Bilsangiz bularda qo'shimcha nasatkalari bo'lmaydi. Ko'pincha qo'shimcha nasatkasini so'raydi. Qo'shimcha nasatkalarda bunda chiqmaydi. Kichkina oddiy pechkalarimizda chiqadi mana. Ko'rib olsangiz bo'ladi mana. Kichkina pechkalarda nasatkalar chiqadi, kattalarda chiqmaydi mana. Bu ham timerli. Biz do'konimizda hozircha shu yangiliklar. Agar kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, Avtomaster do'koniga bemalol kelib xarid bossangiz bo'ladi. Avtomaster do'konida sizlarni kutib qolamiz.